Londonda tashkil topgan ingliz premium parfyum uyi Penhaligon's brendi haqida gaplashamiz. Ko'rib turgan parfyumlariyle Penhaligon's portret kolleksiyasidagi parfyumlar hisoblanadi. Har bitta atir aristokrat oilani o'ziga xos qahramonlarini nomiga yaratilgan parfyumlar hisoblanadi. Ustidagi haykalchalar bo'lsa, ularning xarakterini ifodalab turadigan bitta belgi sifatida ham ko'rsak bo'ladi. Sizlar bilan yaqindan tanishib chiqadiganimiz Heartless Helen degan parfyum. Ushbu parfyum Helen degan ayolning nomiga bag'ishlab yaratilgan parfyum hisoblanadi. Helen degan ayol o'zini vaqtida o'zini davrida jozibali, erkin, o'ziga yarasha sirli ayol obrazi sifatida ko'rilgan. Ushbu ayol jozibali bo'lish bilan birga insonlarning ko'nglini sindira oladigan daraja, ko'nglini qoldiradigan hissiz ayol sifatida tasvirlangan ekan. Shu sababli ham Heartless Helen, ya'ni yuraksiz Helen deb nomlashgan ekan ushbu parfyumni. Bu parfyumni birinchi sepganinglarda, ishlatganinglarda shundoq mandarinning hidi kelib turadi. Ozginadan keyin sekin 10-15 minutdan keyin ochilishi boshlagandan keyin tuberoza oq gullarning hidi keladi. Oxirida qoladigan aniq yog'ochli notalar bilan kremli notalar qoladi. Aniq bu parfyum ham sizlarga yoqib qoladi. Bu parfyumni kimlarga ko'proq tavsiya qilgan bo'ladi? O'ziga ishongan ayollarga, kechki tadbirlar uchun, romantik uchrashuvlar uchun, bagati obrazi xohlagan ayollar uchun. Stoykisda 8 soatdan 10 soatgacha turib beradi. Shleiflari kuchli, uzoqdagi odamlar ham o'sha sizni kelayotganingizni his qiladigan parfyum hisoblanadi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar. Sizlardan reaksiyalarni kutib qolamiz.